44-savol. Ko'zi ojizning tayammumi. Mening ko'zlarim ojiz. Bomdod namozini o'qiydigan paytda uyda hamma uxlayotgan bo'ladi. O'zim mustaqil ravishda tahorat oladigan joyga bora olmayman. Menga faqat bomdod namozini tayammum bilan o'qishga ruxsat bormikan? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo, bir musulmon oilada bomdod namozi vaqtida ko'zi ojiz, yoshi ulug' bir kishidan boshqa hammaning uxlab yotishi juda ham achinarli bir hol. Ayniqsa, ko'zi ojiz shaxs Allohga ibodat qilish uchun harakat qilganida o'z uyidan yordamchi topa olmasligi yana ham achinarli bir holatdir. Albatta bu barchamizning afsusimizga, nadomatimizga sabab bo'ladigan bir manzaradir. Endi farazan aytyapmizki, mana shu achinarli, afsuslanarli holga tushib qolgan, mustaqil borib suv topa olmaydigan, lekin namozning vaqti chiqib ketishidan, namoz qazo bo'lishidan xavotir oladigan odam albatta tayammum qilib namoz o'qisa joiz. Alloh subhanahu va taolo shariatda ruxsat bergan narsadir. Alloh taolo bunday ko'ngilsiz holatlar takrorlanmasligini ta'minlagan bo'lsin. Har bir banda Allohga ibodat qilaman deganda to'liq bir sharoitga ega bo'lishini ta'minlagan bo'lsin. Vallohu a'lam.